Narxı yok. Yırtamız bunu. Şimdi bu narxı sındıramız bunu. Siz elden narxını görseniz de 21 milyon so'm yazılgan. Endi bu narxı yok. Yırtamız bunu. Sizlere şu gördüğüm maşinalarınızı 21 milyon so'ma duruyordu. 19 milyon so'ma koyup veremiz. 2 milyon so'm arzalatıp 19 milyon so'ma Nexia 1 minasizlar. Eşit turibmisizlar. Hazır Tiko ber turibdi. Bozorga borsangizlar kamida 20 milyon aytib o'tdilar Tiko'dan. Sizlarga yuk avtosavdodan Nexia 1 avtomobilini beramiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz sosteniyasi chotki holatda, kuzovlarında, motorunda, xodovoyinda umuman rasxoti yo'q. Mashinamiz tayyor variantda turibdi. Balonlar ham chotki, metan gaz ustompka qilingan. Mashinamizni salonlar ham akkuratniy politga tashlangan, chexollar ustompka qilingan. Metallari bor, xohlasangizlar generalni olasizlar. Xohlasangizlar oformleniya qilib ketaverasizlar. Dokument sistemadan umuman muammosi yo'q. Mashinamiz sizlarga nalichi 19 milyon so'm shtiros olib kelsangizlar bo'ladi. Agar avtokredit chiqaraman desangizlar, bankning rasxotlarini ustidan qo'shib, bank ham aytib beramiz. Eldinda 2 milyon, 2,5 milyon bilan avtokredit chiqadi. Oylik to'lovi sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsangizlar, sizlarga javob qaytariladi. Telefon nomerlar 90 912 3169. Bu videoni Matiz yoki Tiko olacak bo'lgan danish ko'rsatishni ko'rsangizlar, Tiko'ning narxida Nexia 1 avtomobilini Akyuk avtozavodidan 22 noyabr kuni obzor qildik. Bemalol yesangizlar bo'ladi. Kutib qolamiz hamma.